هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hurmatli televizor ko'ruvchilar. Mana bu Rasululloh programmamizning 20-sonini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, hammalarga ma'lum bo'lgandek, bu muborak oyning kirishi bilan boshlangan programmamiz mana hashpashtigacha Ramazonning 20siga keldik. Programmamizning 20-soniga kelib turibdik. Bu go'zal oyninki fazilatidan ham bahrlangach, fazilatini yashag'ach şu suyumluk peygamberimiz, yol başçımız bo'lgan peygamberimizningki eng güzel program jarayoni bo'yicha bugungi kungacha bizni hayron qoldirgan, bizni huzurlantirgan, bizni xo'shallantirgan o kadar güzel mazmunlar o'tdi va har bir programmada Rasulimizningki shu hayotimizdagi ma'lum bir sohadagilarga qandoq o'rnak shakl qildigan, inson hayron qoldigan darajadagi shu go'zal axloqini ögünüp ötken bulduk. Rabbim inşallah şularni hayotimizga o'zlashtiradigan bo'lsak, yaşayalgan bo'lsak, azroq bo'lsin bizga bir narsa yuqqan bo'lsa, shu bizning eng chong baxtimiz bo'lgan bo'ldi. İnşallah bugun ham davom qilamiz. Har bir programmada huzuringlarda bo'layotganimizdek programmamizning doimlik mehmoni, amallar tunishib bo'lgan da'vatchi Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği a'zosi do'stim Habibullah Kösani'ni taklif qildik. Qimmatli vaqtdan chiqarib kelganligi uchun oldi bilan ko'p rahmat aytamiz. Sizlarga rahmat. Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, har bir programmamizga ayrim bir unvon qo'yib mangan. Bugungi programmamiz Rasululloh va yashanganlar unvonini qo'ydik. Programmamiz naq maydonda taqdirlayotdi. Bu suallar programga aloqador bo'lgan suallar yoki har qanday masalalar bo'lsa, ekran oldidagi nomerlar orqali yozishinglarni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun programmani ko'proq ham bahrlab qo'shinglarni umid qilamiz. Chunki bir yaxshilikni boshqalarga taqat qushi, shuning vasila bo'lguchi, shuni qilgan kishiga o'xshash ajr beradigan bir dinning mansublari, agash kuchilari biz qadrli qarindoshlar. Hargiz sal qaramaylikki, belki bir insanlar bizning sababimiz bilan yaxshi yo'lga menib qilishi, bir yaxshilikni bilib qilishi mumkin. Shunga shu yaxshilikni yeyishga hargiz sal qaramasliklarini umid qilamiz. Ustadam degan Rasululloh va yashanganlar deb programmamizning bugungi sonimizni buningga belgiladik. Hamda shu albatta biz uzundan buyon biz xalqimiz, Uyg'ur xalqi tariximizdan buyon örüp adetimiz, ahlakımızdan yaşananlarını hürmetlaydigan, çoğunlarını hürmetlaydigan bir xalqimiz biz. Herkes mundalqı başqa erken cemiyetlerge o'xshash, g'arbga o'xshash, o'zi 18 kirgandan keyin ota-onasi bilan makar olmaydigan bir madaniyatga yetishmadik biz hamda. Mayli qanchik turmush kelib qolaylik, ko'pinchimiz bizning xalqimiz o'zining urug' tuqqanlarimizni yaşananlarını hürmetlaydi hamda. Biz bu o'zimizningki İçinde bağ olan bu baylıqqa texmi bak rang qo'shish, texmi bak mo'llashtirish va dinimizdan yo'g'rilgan bir ma'nolar qo'shish uchun buni paranglashaylik deb o'ltiribmiz bugun. Yashanganlarning islomdagi o'rni nima deb mishadin kirsak oldimlar. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. İnsanınki hayatı bir neçe basqıçlardan ibaret. Yani insanın hayatı devrilik bir neçe basqıçını baştan geçirdi. Aslında balılık yani ösmürlük, yaşlılık, ondan keyin qiyirlik hamda. Biz aldığın dersimizlerde yaşlar bilan qanday muomala qilgan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ösmürler bilan qanday muomala qilgan buni deb o'tdik. Şu qatada yana eng bir nazuk bir basqıç o'simi shu qiyirlik basqıçı hamda. Hamda bu basqıçda insonning badani ojizlaydi.
ko'z ojizlaydi, jisman ojizlaydi. Shuning uchun o'zimi bak noziklashadi. Shu sababdan nihoyatda bir ko'ngil bo'lishga, kuyinishga muhtoj bo'ladi. Endi Allah subhanahu va taolo bu yaşanğan kişilərinki əməliyyatda bizning hayotimizningki barkiti, bizning hayotımızda bir xo'shallik olib keldiganligi, bizning hayotimizga texmin ma'no qo'shdiganligini. Endi men bugungi darsimni, shu so'zimni Allah subhanahu va taoloning shu yaşanğanlarga qilgan bir nasihati bilan boshlamoqchi endi. Allah subhanahu taala Qur'oni Karimda shu cho'nglarga alohida bir nasihat qilgan. Bu nasihatda shu inson ma'lum bir yoshga yetgandan keyin Allah shunda deydi: "Hatta iza balaga 40 sanatan qala robbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilayk wa inni minal muslimin." Yani insan anasından aciz halatı tug'ilib, andan keyin yosh qoramig'i toza qironi yetib yosh bo'lib, keyindan 40 yoshga kiribdi deydi Alloh subhanahu. Oxirida bu yoshi 40 yoshga kirib, ey Alloh, manga sen manga va ota-onamga sen ato qilgan ne'matni his qila oladigan bir, shukr eta oladigan bir uqum tushunchini bergan bo'lsang, men shuning bilan yaxshi amallarni, sen rozi bo'lg'idek yaxshi amallarni qilsam va bolalarimni bir isloh qilib bergan bo'lsang, yaxshi bal qilib bergan bo'lsang, Xo'sh. degani ya'ni bolalarimni yaxshi tarbiyalasam, sen bolalaringga tavfiq ato qilgan bo'lsang va men sana tövbe qilgan bo'lsam, haqiqiy musulmonlardan bo'lgan bo'lsam desa deydi. Bu oyatning mazmuni ya'ni endi sen 40 yoshga kirgacha, ya'ni sen bir narsani bilmay, uqmay, yoshlik qilib yashapsa deydi Alloh subhanahu taolo. 40 yoshga kirgandan keyin sen Allohning bergan ne'matini, sen mushunchalik umr berganligini his qilibsan. Ondan keyin Alloh rizoligi uchun yaxshi ish qilishni boshlabsan deydi. Shuning bilan bolalaringni yaxshi tarbiyalabsan, o'zingmi 40 yoshdan burun o'tgan mushu gunohlaringga tövbe qilibsan, yaxshi musulmon bo'libsan. Mushta bo'lsang deydi, ulaika lazina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Sen mushu ishlarni qilsang, sening qilgan yaxshi amallaringni 40 yosh 40chilik bunday bütün amallaringni qabul qilamiz deydi. Endi bu yerda amallaringni qabul qilamiz degan gap, biz nurg'u ishlarni qilamiz. Allohning dargohida qabul bo'lmamdi, u bir gapchi. Masalan, siz bir odamni naati jafo tatib mehmon qillar yoki nurg'un pul xashlab so'g'ivaslar, balkim yaramaslik mumkin. Mehmon sizning mehmondoshligidan rozi bo'lmasligi mumkin. Bu bog'i amaliyotda. Endi bizmi nurg'un Allohga bir yaxshi amallarni qilamiz, qabul bo'lmamdi uqmaymiz. Lekin Alloh deydi, sen mushu yuqori ishlarni qilsang, sening amallaringni qabul qilma va burunqi 40 yoshdan burunqi bütün va natajawuz an sayyiatihim deydi. Burunqi gunohlaringdan o'tib ketma deydi. Bu ajoyib bir gap cho'g'andi. Ya'ni 40 yosh kirding, adam bo'l, 40 yosh kirding, o'zingni bil, 40 yosh kirding, Allohning bergan ne'matini tunu. Deb fi ashabil janna, senazgin ashabil jannatining qatoridan, ya'ni gunohlarini o'titma degan gap, ya'ni sen jannatga bo'lsa deydi. Va'da sidq allazi kanu yu'adun. Mana bu shu va'da qilingan Allohning jin va'dasi. Men seni rasmiy jannatga kiraman deb, o'sha 40 yosh kirganlarga Alloh shunday 4 xil ishni qilsa, 4 xil mukofotni berdiganlik to'g'riliq nasihat qilgan. Shuning uchun hadislarda, oyatlarda barakatning, yaxshilikning cho'nglarda bo'ldigan to'g'riliq nurg'un oyat hadislar bor. Bir musulmonning umri qancha uzun bo'lsa, shu musulmon uchun shuncha yaxshi. Bo'libmi oyatda ayni dedi. Agar yeshin 40 ta ochsa, Allohning bütün burunqan gunohlarini kechirib yutadi deb. Shun Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda
la yatamanna ahadukumul maut ve la yad'u bihi min qabl an yati dedi. Ölüm kelishdan beri sizlarning biringlar ölümni arzu qilmanglar. Chunki sizlarning biringlar o'lsanglar, yaxshi amallaringlar uzilib qoldi dedi. Chunki o mu'min yaşagan ekan, kuni 5 vaqt namoz o'qisa, nurg'un ajr. Ramazonda shunday ro'z tutib olsa, bu mu bir bibaha, ya'ni mal dunyo bilan bir baholab bo'lmaydigan bir ajr. Şunu Peygamber Aleyhisselam sizlar ölüm kelishdan burun ölümni arzu mu qilmanglar va ölümni ba'san alab duo mu qilmanglar. Chunki o'lib ketsanglar sizning namomal yaxshi ishinglar uzilib qoladi. Va innahu deydi. Shu mu'minning yeshi, shu mu'minga deydi. Mu'minning yeshi, mu'minga yaxshilikdan boshqa narsani qilmaydi. Ziyoda qilmaydi. Degani, ya'ni bu bir yashnishninki, jiq umr ko'rishninki musulmon uchun bir foydali ekanligini bildirdi. Shunga o'xshash, masalan, Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam bir hadisda ala ukhbirukum yoki ala unabbiukum bi khiyarikum. Men sizlarning eng yaxshinglarni deb beraymi dedi Payg'ambar sallam. Bala ya Rasululloh, qalu bala. Va bir dapaslar ya Rasululloh, khiyarukum atwalukum a'maran iza saddadu dedi. Bunda degani, sizlarning eng yaxshinglar to'g'ri yo'lda mangsa uzun ömür ko'gini dedi. Demek bir musulmon yaxshi, ya'ni yaxshi ishlarni qilib, yaxshi amallarni qilib uzun ömür ko'rsa, bu musulmonning o'zi uchunmi yaxshi, biz uchunmi, yoshlar uchunmi yaxshi, yoshlar uning tajribasidan, duosidan bahramand bo'lamiz. Ularmi ömür qancha uzun yashasa, yaxshi nam amallarning ko'payishi bilan çok ko'p ajrga erishadi. Shunga ham bir hadis sharifda el xayru ma'a akabirukum degan. Yaxshilik sizlarning cho'nglarda bor. Qanday bo'ldi desa, men hozir degandek, cho'nglarda nurg'un hayot tajribasi bo'ladi. Shu hayot tajribadan nurg'un o'ydo'ng'ur issiq suvoqni beshdan o'tkazib, shundan bizga nurg'un tajribalarni, qonning, jonning badali kelgan tajribalarni bizga oltin patnusni bilan sunadi bizga. Biz buni foydalanishni bilsak. Şu Peygamber Aleyhisselam yaxshi yaxshinglar. Endi bir beta el baraka ma'a akabirikum degan hadis bor. Barkat sizlarning cho'nglarda barkat bor degan. Barkat cho'nglarda bo'ladi ular. Ya'ni cho'nglar ba uyda barkat bo'ladi degandek bir ma'noda. Shuning uchun hamda bu cho'nglarning islomdagi o'rni shundoq. Nayati ulug'. Hamda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam shu cho'nglarni ogohlantirgan ikki xil bir nim bor. Peygamber Aleyhisselam deydi, la yazalu qalbul kabiri shabban fi isnayn deydi. Mushu yaşanğanlarning yurki ikki ishda davomli yosh turdi deydi. Birisi mal dunyoni yaxshi ko'rish, ham birisi orzu armonlarni ko'p qilish deydi. Qeyriganda meni mal dunyoga chaplashib oladi. Orzu armonni ko'p qildi deganda bu qeyrilik asli. Jibril alayhisolamning shu qeyrig avatgan yani agahlandırış uçurları, sakalının akırışı, belinin mükçiyişi, uyabiya, vaycan, putumağırdı, beldim ağırdı degini Azrail Aleyhisselam da onun hatabatıyla kayyab ol. Ameliyatta bu Peygamber Aleyhisselam dedi, tek yine neçce yıl yaşaydıqandaki işlerini kıldı dedi. Biri mal dünyaya amrak oldu bu kere. İkincisi yine tek bir yine neçce yıl yaşaydıqandaki işlerini kılıp şuruydu. Ma ikki ishda Peygamber Aleyhisselam yaşananlarni agahlantirgan dedi. Şunu Peygamber Aleyhisselam salasa la yukallimuhumullah dedi. Üç adam ba Allah kıyamet günü qarab mı qo'ymaydi, gap qilmaydi dedi. Birinchisi zinaxo'r qari dedi. Baş qarigan chaqdam nafsini chiqmay zina qilgan. Ikkinchisi yolg'onchi podshoh dedi. Ya'ni yolg'onchi boshliqlar. Üçüncüsü kambag'al mutakabbir dedi. Mutakabbir kambag'al. Kambag'al turib, cho'ngchi mashina. Ham demak Alloh subhanahu va taolo mushu cho'nglarni mushunda ogohlantirgan. Ham bir oyatda avalam nu'ammirukum ma yatazakkaru fihi man tazakkar va ja'akumun nazir. Sizlarga umringlarni uzun qilib, vaz nasihat oldigan odam vaz nasihat olgudak vaqt bermadikmi deydi. Yani demek sen yani 40'a 50'ga 60'ga kirdin. Mush davridimi bunda bir ibret elib Allah'ını tunup to'g'ri yo'lga mangmadingmi?
Fursatni jiq berdi. Fursatni bermedikmi? Yani sizlarga ogohlantiruvchi payg'ambar kelmadimi? Hayotingda ibrat olmadingmi? Degandek Alloh subhanahu va taolo mush cho'nglarga mushundaq bir nasihat qilgan. Shuning uchun tunjulib buni men cho'nglarga yetkazishni yaxshi ko'rdim. Chunki hamda pishqon qo'g'in sepida turmabdi degan gap bor. İnsan 40 dan oshgandan keyin to'g'ri bizning bir kun ortiq yashasak bir kun qabrga yiqilishimiz. Qabrga kirgandan keyin bizning qiyomatimiz boshlandi. Shuning uchun mush yashanganlarningki eng muhim qilgan ishi birinchisi burunqi qilgan ishlarga tövbe qilish. Ikkinchisi Allohning shu 40 yoshgacha bergan ne'matini his qilish. Üçüncüsü farzandlarini tarbiyalashga alohida ko'ngil bo'lish. Şu oyatning mazmuni shu bo'ldi emasmi? Yuqorqi oyatning mazmuni. To'rtinchisi yaxshi amallarni ko'p qilish. Buning erishadigan mukofoti birinchisi Alloh uningki amallarini qabul qiladigan bo'ldi. Ikkinchisi gunohlarni kechiradigan bo'ldi. Üçüncüsü jannat ahli qiladigan bo'ldi. To'rtinchisi mush ishqa Alloh va'da qildi. Va'da. Günahını keçirütay, amalını qabul qilay, jannat ahli qilay. Mushu va'da bo'lsin sana deb Alloh mushu darajada. Xo'sh, endi payg'ambarimiz Rasulimizningki yashaganlarga qanday muomala qiladi deb buni. Hamda hammamiz bilamiz bu yashanganlarni hurmatlash, yashanganlarni qadrlash bu tabiiy dinimizningki prinsiplardan biri. Shu qatorda masalan Müslüman yani Müslüman yaşananlarını hürmetleyen Peygamber Aleyhisselam. Hatta dinsizlerini mi Peygamber Aleyhisselam hürmetleyen. Dinsiz yaşananlarını. Şu qatada mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethi qilgandan keyin Abu Bakr radıyallahu anhu dadis qeyrib ketgan adam endi. Bu Peygamber Aleyhisselam bir dua qilsa, Peygamber Aleyhisselam gap qilsa adam Müslüman bo'la qolamiki deb Aşu dadısını yitlab Peygamber Aleyhisselam'ın qaşıq əkəyə vaxtıda Peygamber Aleyhisselam'ın degan Halla tarakta şeyh fi beyti hatta akuna anallazi ati ilayhi deb. Hay Abu Bakr bu yaşanğan adamını söylep bu biya ekip jugucha man degan bolsam men berip bunu dua qilib islomga chaqirsam bo'lmamdi degan. Demek aş dinsiz adamga Peygamber Aleyhisselam shunaq hurmat bildirgan. Ömer radhiyallahu anhu bir ko'chasini aylanib ketib qolsa, bir Yahudi yaşanğan adam tilamchilik qilib shuganda. Shuni chaqirib, bu sen qaraydigan adam yo'qmi degandan keyin, ya qaraydigan adam yo'q degan keyin, sen mush bizning islom davlatida yashaganmi? Yashagan. Menga seni berib biz davlat ta'minot qilib seni boqamiz. Sen chuqum yosh vaqtida mush davlatga bosh topshirib, mush davlatga jizya yani başta tapşırgan elbette. Seni yaş vaqtında küçüğünden faydalanıp devlet bajelip qeyrğança taşıdığan İslam devleti emas, mana İslam devletini baqıdı deb aş qeyrini apırıp devletden maaş orlaştırıp, öy orlaştırıp aşına qalgan. Demek biz bu iki vaqalikdan bir dinsiz bizningki İslamga itiqat qilmaydigan kishilarni Peygamber Aleyhisselam'ның sahabalarının bundaq hurmatlashi, bular bundaq igi chiqishi, ya'ni Peygamber Aleyhisselam'ningki yashanganlar qanday muomala qilishiga yetib boshlagan bir o'rnak endi. Shu qatorda Peygamber Aleyhisselam shu yashanganlarni har qanday qishda oldiga chiqaradi. Uy kursi to'gi chiqaradi. Tamoq yegan chaqda oldida shular berdi. Yani her bir işte ularning hurmatini qildi. Masalan, 3 adam kelib Peygamber Aleyhisselam'ın qaşıga kelib, şu üçünün ichidan kichik birisiga qildi Peygamber Aleyhisselam, cho'nglarga qilsin dedi. Cho'nglarga qilsin dedi. Masalan, imom bo'lgan chaqdan Peygamber Aleyhisselam ya ummukum akbarukum deb. Cho'nglar imom bo'lsin, yeshidi cho'nglar imom bo'lsin deb imomlikdan cho'nglarni tanlab berdi. Aqra'ukummi yoki? Aqra'ukum ba, himbriyada akbarukum debim ba. Agar eng yaxshi Qur'onni eng yaxshi o'qiganlar imom bo'lsin, agar yaxshi o'xshash bo'lib qolsa, yesh cho'nglar imom bo'lsin. Shuna o'xshash masalan Peygamber Aleyhisselam'ningki mundaq hadiya, sovg'at bir narsa basimi oldi bilan cho'nglardan boshlaydi. Yesh cho'nglardan. Şunu Peygamber Aleyhisselam leysa minna, mesela
Peygamber sallallahu qışığa bir neçe Peygamber sallallahu sahabe bilan da o'tiratdi. Hamma sahabe Peygamber sallallahu yaqin o'ltirib gapini tashashqanroqda hamda. Bir yaşangan adam keldi. Kepti hech kim bir urun bushti biraydimida. Degan Peygamber sallallahu dedi. Laysa minna. Bak ig'ir gapda u bizdan emas deydi hamda. Bu bak salmoq ig'ir gap ma bu. Laysa minna man lam yarham saghirana va yuwaqqir kabirana dedi. Kichiklarga marhamat qilmagan, cho'nglarni hurmatlaganlar bizdan emas dedi. Yani musulmon toifasidan emas degan gap, magab qo'rqinchliq, ya'ni cho'nglarni qadrlamagan, cho'nglarni hurmatlamagan kishilarga cho'ng tahdid gap ma'vondi. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu namaz degan Peygamber aleyhisselamning ko'zining qarchuqi. Namaz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemning miracı. Namaz Peygamber aleyhisselamning dunyodagi eng huzurlanadigan bir vaqt hamdi. Lekin mush qiyrilarni ko'z tutib Peygamber sallallahu namazini qisqa qo'ydi. Masalan, şu sirat shunda kelgan Abu Mas'ud al-Ansari deydi. Men ey Allohning payg'ambari, men şu bumdat namazga bormaydigan bo'lib qoldi. Chunki bizning imom yaman namozni uzun o'qiydi debdi. Fama ra'aytu Rasul sallallohu alayhi vasallam fi maw'idatin ashaddu ghadaban minhu dedi. Şu Peygamber sallallahu bir nutq so'zlaydi. Men bu nutq so'zlaganda Rasululloh bunda ochiqlanib nutq so'zlaganini ko'rib qolmagandim dedi. Qattiq ochiqlanib so'zlab ketdi dedi. Nim dedi? Inna minkum munaffirin fa ayyukum ma salla bin nasi falyatajawaz. Sizlarning ishinglarda kishilarni islomdan nafratlantirgan, namozdan qochiradigan odamlar bor ekan. Sil namoz nim deb desa, namoz o'qiganda uzun o'qishlan. Namozni qisqa o'qinglar. Chunki ichinglarda kasallar va cho'nglar va ehtiyojli odamlar, ishva odamlar bor. Deb mana shu cho'nglarni deb namozni qisqa o'qishga bo'lgan. Buningdan bu hatta shu Allohning bir ibodat qildigan ishtimi, ash cho'nglarga shunday qilishi, ya'ni demak cho'nglar qanchalik hurmat bildigan bo'ladi. Hatta o'ylab baqsam, mana bu tinch holatda urush bo'lgan chaqdan Payg'ambar alayhisalom askarlarni bir yerga urush qilishga yoki bunda razvedka qilishga avassa Allohning nasihatining ichida mushu yashanganlarni, dushmanning yashanganlarini, kichik bolalarni, ayollarni o'ltirmaslikka bo'ladi. La taqtulu shayxan faniyan. Nat yesh cho'nlab ketganni o'ltirmanglar. Va la sag'iran, kichikni o'ltirmanglar. Bolalarni o'ltirmanglar. Uni buni bulab talan qilmanglar. Urib cho'p vayron qilmanglar deb mushta nasihat qiladi. O'ylab baqsa 1400 yil burungi islomimizning ta'limot qarab baqsa. Qerni o'ltirmaysa, ayolni o'ltirmaysa, bolalarni o'ltirmaysa, hozir arpalandagi gumbanga tashlab qerga tushamdi, yosh tushamdi, hozir o'zini madaniyat deyotgan davlatlardan qatqashi Rasululloh 1400 yil burun. Endi oxirgi Payg'ambar alayhisalom muomalasida shu bir hadis bor. Har qanday bir musulmon anglash kerak. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu dedi. Min ijlalillah dedi. Allohni ulug'laganlikning jumlasidan musulmon yashanganlarni ulug'lash dedi. Yani sen Allah'ını ulug' deb bilsan, yaşanganlarni hurmatlasan, anandan Allah'ını ulug' deb bilgan bo'lsa deydi. O'ylab baqslar. Yaşanganlarni hurmat qilish Allah'ni ulug'laganlikdir deydi. Bu ajoyib gap ya bu. Min ijlalillahi ikrami zi shayba al-muslim deydi. Allah'ın ulug'laganlikdandir. Beş aqargan musulmanni ulug'lash deydi. Da bunu ishlarni hurmat qilish Allohning. Andikin va hamilul Qur'on g'ayri g'alim fi va la jafin ana. Ya'ni qarilarni haddidan ashur etmay, bak mubalag'am qilib etmay va odil huquq mansabdorlarni hurmatlash, qari Qur'onni hurmatlash ve beşi aqargan musulman yaşangan hürmetleş Allah'ın ulug'laganlik buludu deydi. Buningdan bu yaşanganlarni hürmetleşning naqadar bir muhim ekanligini ko'ramiz. Masalan, bu yaşangan ailemizde bor, dada atanimiz bo'lish mumkin.
jamiyatimizdagi har qanday sorunda o'ylab qarasam, ana dinimizning ta'limoti shunda go'zal. Bizning islom dinida sanatoriya yo'q shuninga. Asli bo'lmaslik kerak. Ammo g'arb dunyosiga qarasak, men hozirgidek bir xabar bak ta'sir qilgan. Shu bo'shning vaqtida, kichik bo'sh endi, cho'ng bo'sh, kichik bo'sh vaqo. Shuni televizorda ziyorat qildi. Ziyorat qilish jarayonida men har 15 kunda dadamga bir qatim telefon qilaman. Har bir bayramda dadamga bir dasti gulab so'g'at qilma deb faxrlanib so'zlab ketdi-da endi. O'ylab qo'ysanglar. Shuning uchun mana g'arbda yashagan qarindoshlarimiz, ya'ni qayerlarning bolalar tarafidan qanchalik tashlanib qolganligini, qayerlarning sanatoriyada, masalan bir qatim men qisqa filmni ko'rdim. Sanatoriyadagi yashangan bovaylarni ziyorat qilib, "Nima orzuing bor?" desa, "O'lib ketsam deyman." Nima uchun? Yolg'izlik. Hech kim ko'ngil bilmagan. Xuddi qo'y qanday boqqandek shu baqib qo'ydi, yeb shirib. Inson ul emas, inson muhabbat, inson qadr-qimmat, inson boshqalarningki mehr-muhabbatiga ehtiyojli bo'ldi. Sanatoriyaning bo'lishi faxrlanadigan ish emas. Ayib ishda asli musulmonlarga nisbatan. Chunki u qadar ta'limotlar va ularni hurmatlash, ularni beqish, ularga ko'ngil bo'lish. O'ylab baqsangda, Allohni ulug'lasang, yashanganlarni hurmatla deyapsa. Yashanganni hurmatmagan odam Allohni ulug'lamaydi degan gap. Ya'ni biz kun namoz o'qiymiz. Allohu akbar, Alloh ulug'dir, voy Allohu akbar degan bilan sen og'zingda kunni namoz o'qib Allohu akbar deb Allohni ulug' degan bilan, yashanganni sen hurmatlamsan, sen u Allohu akbar deganni bekor demakchi. Ya'ni hadisning vazni bak eg'ir agar bir musulmon agar buni his qila olsa. Xo'sh, endi yashanganlarning islomdagi haq-huquq qaysilariga bir kirsak, endi ba'zi narsalarda ularga e'tibor qilinadi, masalan, bu sohalarga. Albatta. Masalan, shu birinchi huquqi shularni farzandlarining beqish huquqi bor. Beqish kerak. Shuni Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda uniq oyatda nima deydi desizlar? Ma anfaqtum min khayrin faliwalidayn deydi. Sizlar yaxshilik yo'li ishlatadigan pullarningki birinchi o'rninglar ota-onalarga deydi. Birinchisi ota-ona. Hatto payg'ambar alayhisalom sening puling dadangning puli degan hadis bor. Maluka li abik debchi. Shuni ba'zilar deydi. Anta va maluka li abika. Sen va sening puling ota-onangning bo'ldi deb. Ular hayotli bo'lsa, tasarruf qilish haqqi tomonlar ularda hamda. Shunday. Birinchisi shu. Ikkinchisi hamda ularni qattiq hurmatini qilib qadrlash. Haqqi bor yani. Tabiiy haqqi. Shuni payg'ambar alayhisalom deydi. Ma akrama shabbun shaykhan li sinnihi illa qayyadallohu lahu may yukrimu inda sinnihi deydi. Bir yosh bola bir buvayning ashi yesh cho'nkan deb hurmatlasa, chuqum Alloh subhanahu va taolo shu bal qeyriganda shuni hurmatlaydigan bir odamni bog'lab berdi shuni deydi. Shuni yana bo'ysundirib berdi deydi. Xo'sh. Sen bir odamni mosh yashnab qolgan odamga deb hurmatini qilsang, u odam mayli dadang bo'lsin, kim bo'lishidan qat'iy nazar, ya qo'shning bo'lsin, ya dadangning og'ini, kim bo'lishidan qat'iy nazar shuni hurmatlasan, chuqum Alloh sen qayriganda sening hurmatini qildigan. Ya'ni nima tersang shu indi degan gap endi. To'g'ri. Nima tersang shu indi. Ondan keyin kichiklar chuqum cho'nglarga salom qilish haqqi bor. Çünkü Peygamber Aleyhisselam yusallimus sagir alel kabir vel mar alel qaid vel qalil alel kesir degan hadisi var. Kichiklar cho'ngga salom qilish kerak. Minib ketmaganlar, ul tug'anlarga salom qilish kerak. Oz sondagilar, ko'p sondagilarga salom qilish kerak. Hatta Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam dedi: "Amarani Jibril an uqaddima al-akabir" dedi. Jibril alayhisalom cho'nglarni har qanday qishda to'yga boshlashimga, oldiga chiqarishimga buyurdi men deydi. Buyurdi degan gap yana farz degan gap. Cho'nglarni mayli har qanday bir ishda shularni ishining beshiga qo'yib, beshiga chiqarib, hurmatlab, izzatlab, voy aka, voy tag'a deb, voy hamma deb ularga hurmat bildirishni Jibril men buyurdi deydi. Buyurdi degan gap yana islom dinidagi farz degan. Mushtarjidan. Bu mat. Shunaqa Peygamber fakat İbn Abbas radhiyallohu anhu aytadi: "Awjaba nabiyuna sallallahu alayhi ve sellem ihtiram kibarus sin ve sa'yu fi xidmatihim" dedi.
Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam cho'nglarni hurmatlashni va ularga yaxshi xizmat, ularning yaxshi xizmat bo'lishni vojib qildi dedi. Ya'ni ixtiyoriy ish emas. Seninki kaypinga, seninki bundan mijozingga bog'langan ish emas. Cho'nglarni hurmatlanish cho'nglarning haqqi. Faqala an-nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Laysa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'mul bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar." Cho'nglarni hurmatlamaganlar bizdan emas, kichiklarga kuyinmaganlar bizdan emas, yaxshi ishni buyurib, yomon ishdan to'smaganlar bizdan emas deb bo'lib, "Iza ata kabir qawmin fa akrimuh." Bir qavmning yashanganlari kelsa, chuqum hurmatlanglar dedi. Chuqum amr va buyruq qo'ymaydi-ku. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom bizga vojib qilgan. Shularningki haqqidan ularga yaxshi, go'zal so'zlarni qilish. Voy qari deb to'lamaymiz, voy aka, voy tag'a deb yaxshi gaplar bilan yaxshi muomala qilish haqqi bor. Abi hadis dedik ya, ya'ni shu yashanganlarni hurmatlash Allohning ulug'ligidir. Andan keyin dedik, ularningki salom qilish, bizniki salom berish haqqimiz bor. Andan keyin chiroyli gap qilish dedik. Ya'ni demak asos jihatdan ular birinchisi ularni beqish, ularni hurmatlash, ularni har bir ishda oldiga chiqarib qadrini qilish, ularga gap qilganda chiroyli gap qilish va ularga salom berish degandek mushtaq haqlar bor islomda. Xo'sh. Xo'sh, endi oxirida shu albatta yuqorida so'zlanganlarni bizga qanchalik nimalarga diqqat qilishimiz kerakligi, ular qanday muomala qilishimiz kerak ekanligini bir qur tushuntirgan bo'ldi. Endi shu yashanganlarga qarata burchimiz, majburiyatimiz nimalar deb bizlarga nisbatan buni. Endi yuqorqi payg'ambar alayhisolamning yoshlarga qanday muomala qiladi, qilganligini bildik. Yashanganlarning islomdagi haq-huquqlarini bildik. Buningda mencha masalan ularni hurmatlash, ular bir hayotimizdagi barakat ekanligi, ular hayotimizda bir yaxshilikningki sabab ekanligini bildik. Endi mishada bizning majburiyatimiz degan vaqtda umumiy jihatdan ularni qadrlash, hurmatlash, ularni beqish, ularni izzatlash bu umumiy jihat majburiyatimiz. Lekin men mishada mush yashanganlar ichida eng ta'kidlaydiganim ikki nuqta bor. Birinchisi mush ota-onamiz uchun. Bu ota-onani ya'ni Alloh subhanahu va taolo shunday deydi: "Va qada robbuka alla ta'budu illa iyya va bil validayni ihsana." Robbing shunda deb hukm qildiki, yoki shunda deb bitdiki, Allohdan boshqaga ibodat qilma. Ya'ni erkak bo'lsan, odam bo'lsan, Allohdan boshqaga bosh egma. Ota-onangga voyiga chiqib turib yaxshilik qil deydi. Ihson degan gap voyiga yetkazib turib. Ha. Yelqim quvvatmanga emas, qilolmag'idek, kuching yetmag'idek darajada qil. Butun odatda ota-ona yaxshilik qil deydi-ku. Chunki ota-onamiz yashangan, bizga nisbatan ota-onamiz yashandimdi. Yuziga ibodat qilishdan keyin dillatilganda. Ha, Allohga ibodat qil, ya'ni beshingni Allohdan boshqa egma, ota-onangga yaxshilik qil. Yaxshilik qil, mush ota-ona. Va la taqul lahumā uffin. Uff degan gap, uff voy. Hatto mush darajada ota-onangga bir narsa demaysa deydi. Ey, o'ylab baqsizlar. Ahvolimizdan qanchalik. Ha, bu ya'ni hammamiz Alloh kechirsin, bu ota degan bir ne'mat, bilsak, uningdan cho'ng ne'mat yo'q ham. Shuning uchun shu cho'nglarga bo'lgan majburiyatimiz ota-onamizni agar hayotli bo'lib qolsa, ular bizning jannat kiradigan darvozamiz. Ota-onaning bo'lganligi bizning jannat kiradigan bir darvozaning bo'lganligi. Shu Rasululloh ishorat berganda hadisda ota-onasi yoki birisi ya apisi ya dadasi hayot bo'lib jannat kiramasa, mangu kiramasa, u ashni burni to'pib bilansin degan. Shunga bu bizniki. Bir vaqalik var, masalan İbn Umar radıyallahu anhu bir kun simda menib ketib qolsa, bir yashangan bir odam uchraydi. Shuna sen falan emasmi degan, men shu degan miniyotgan etini yugib olgan sallisini berdi. Biz eng hurmatli odamga Uyg'urlar do'p kiydiramiz-ku. Shu arab tilida shu qoida bor ekanda, miniyotgan etini beshidik sallisini berib kiydirib qo'yib, "Mani sen ishlatgan" degan yendikil hayron qoldi. U otni berib o'tgan gibi beshiga kiydirgan sallamos olib qolsamamdi. Kim deb bo'lsa, dadamning og'aynisi. O'ylab baqsanglar. Payg'ambar alayhisalom
dadisiga yaxshilik qilgan odam dadisining og'illarigami, dadisini yaxshi ko'rgan odam og'illarni yaxshi ko'rsin, og'illarini yaxshi qilsin deb, dadisi o'lib ketdi, hamda dadisiga bir hurmatlaydish yo'q-da hamda. Shuning uchun onaning o'rnini to'ldirish uchun qanday qilsa, dadisining og'illariga. Anası bo'lsa, anasidan do'stlar. Anasiga, ota-onasiga mushta hurmat qiladi. Hamda mush qatada shu bizning Uyg'urchilikda mana qanot masalasi bor. Bularni hurmatlash hamda. Chunki birinchisi nima uchun bularni hurmatlaydi? Birinchisi Alloh subhanahu va taolo bizning Qur'oni Karimda va ashiruhunna bil ma'ruf dedi. Ayolinglar bilan eng go'zal shaklda uy tutinglar dedi. Endi ayolimizdan eng go'zal shaklda uy tutish uchun shu ayolimizning ota-onasini hurmatlash. Masalan, qanotamni tillab turib, uni hurmatlamay turib, ana ayolim bilan yaxshi o'talaymanmi? Yaxshi o'tamaymiz. Evet. Shuning uchun islom dinida ma la yatimmul vojib illa bihi fa huwa vojib degan gap bor. Bir vojibni vujudga chiqarish uchun ketadigan vositaning o'zi vojib deydi. Shunami? Shuning uchun ayolim bilan yaxshi uchun ayolimning tuqqanlari, ayolimning ota-onasidan albatta yaxshi o'tishim kerak. Buni bilishimiz kerak. Qizni elib qanotisiga uni bunday degan qarindoshlarimiz Allohdan qo'rqsinlar. Bu bir. Ikkinchisi biz Uyg'urchadami qanoni dada apa deb chaqiramiz. Shunday emasmi? Demak, ular dadimiz, apamiz. Bizning urf-odatda qanonimiz, apa, dada. Ashuna deb chaqiramiz. Ashuna deb chaqiramiz. Masalan, ayolimizmi bizning ota-onamizdan dada, apa deydi. Demak, ular bizning dadimiz, apamiz. Dadang, anani qanday hurmatlasan, qanotdan qilpang shu dadanglar ananing o'rnida. Bu masalani men bir uqtirib qo'ydim. Chunki Imom G'azalining Ihya Ulumuddin Dini Gullandir degan kitobda mu'min bir mu'minni yaxshi ko'rsa, ishtinim yaxshi ko'rsin degan bir gap bor ekan-ku. Mu'min yaxshi ko'rsa, u mu'minning ishtinim yaxshi ko'rsin deydi. Sen ayolni yaxshi ko'rsa, otangizni yaxshi ko'rmaysa, chunki ayolni shu otangiz qilib cho'ng qilgan. Shuning uchun mush qarindoshlarningki mush masalaga diqqat qilishni. Chunki ayadagi ayolinglarni yaxshi o'tinglar degan buyruq qoldi. Shu buyruq peli. Ya'ni yaxshi o'tsanglar bo'ldi emas, yaxshi o'tishinglar kerak degan bo'ldi. Va ashiruhunna bil ma'ruf. Yaxshi o'tish uchun qanday qilishimiz kerak? Qanonimizni hurmatlashimiz, ularni. Evet, bu masalalar yana biz maxsus ota-onalar haqida to'xtalishda texnik to'xtalishimiz mumkin. To'xtalishimiz mumkin. Demak, bizning majburiyatimiz shu ota-ona qanona mushlar umum musulmonlarga nisbatan payg'ambar alayhisalom nima dedi? Hadis sharif abiya degandek, Allohni ulug'laganlik, xayrlarni ulug'laganlik, Allohni ulug'laganlik bo'ldi dedi. Shular biz ularni hurmatlash, qadrlash, ularning qadriga yetish har bir musulmon yoshlarimizning bizning gadinimizdagi bolalik farz va qarz diniy majburiyatimiz. Ko'pdan ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Programımızın vaqti bilan to'shib qoldi. Shuni shani oxirlashtirsak inshaalloh ertaga ko'rishamiz. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi vaqt munosabati bilan programmamiz mishada oxirlashdi. Albatta, intayin muhim bo'lgan mazmun yashanganlarimiz, mo'yisbitlarimiz, cho'nglarimizni hurmatlashning, bularni izzatlashning qanchalik muhim ekanligi bir qo'l yo'ritib berilgan bo'ldi. Albatta, boshda programning bashi so'zlab o'tgandek, bir taat ibodatda yaxshilik bilan o'tgan bir kishining yashangan shu uzun umr ko'rishning islomning cho'ng bir ne'mati ekanligi, hatto ba'zi hadislarda keladi, Alloh subhanahu va taolo bir yashangan, qeyrib qolgan bir bandasininki taat ibodatda shuna yaxshi ishlar bilan o'tgan bo'lsa, u bandasini Alloh subhanahu va taolo azoblashdan hayo qildi degan nima rivoyatlar va ba'zi hadislarda. Demek yaşanganlarımızdan bu nurgun qılıp aldığan dünyada ahirki şu ömürlerde ganimet bilip Allah'a işlep aldığan, qılıp aldığan nurgun yaxşı işleri var. Bularni biz hürmetlep, yaşla hürmetlep, ularning xizmetide bulup, bizning ular arqali erişip aldığan sanoqsiz, tasvirligisiz nurgun savab işlerimiz var endi. Yani bir-birimizga şu kadar yaşlar bilen, farzandlar bilen ata-onalar o'tirsida, yaşlar bilen mo'ysibitlar o'tirsida, hatto biz tunumaydigan bir inson yo'ldan o'tib atgan, qiyirgan bir yaşangan kishini yo'ldan o'tkazib qo'yishmi? Bir insoniy axloq bo'lish bilan birga biz musulmon bo'lish sifatimiz bilan ya büyük bir belki nurg'un gunohlarimiz biz bilmasdan yuyilib ketishi mumkin shu qilgan yaxshiligimiz bilan. Bu dinimizda o'ylab boqaylik, bir hayvonga rahim qilgan insonga Alloh qanchalik rahim qilgan.
Demek bundaq bir fursatlarni texinmek için tutup qılıp aldığan nurgun yaxşı işlerimizni qılıp edişimiz gerek. Rabbim inşallah. Çünkü bir yaxşılık sen nimeni qılsan, nimeni tersen şunu alsan degendek bizmi hem sözlep ötü ustad. Qeyrga vaqtimizda erişidigan şu katda bizning xizmatimizda bulduğan insanlarni bizga Allah yetiştirip berdi. Bo'lmasa ben qılıp aldım degen bilan ada biz yemey içmey keydirip çoğunqan balimiz bizga biz yaş vaqtimizda qandaqan bolsak şunu 10 hassini qilib javob qaytardi bizga. Şoňa Rabbim inşallah mushundaq derslerimizden menfaat aldığan müminlerden kılsın. İnşallah Allah ömür verse ayetki programımızda görüşeceğiz. Sizlerni Cenab-ı Allah'a tapşırımız. İcabetlik dualarınızda dua kılıp koşulmanı ümit kılımız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. Ya Seyyidel Kevneyni ya Alemel Huda Hâzel muteyyem fi himâke nezilu Lev sadefetni min ladun لأزور طيبة والنخيل جميل